Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bizda Redmi Note 15 Pro 5G modeli. Garantiyasi 1 yil bo'ladi. Xotirasi 8 ga 256, 12 ga 512 bo'ladi. Titan grey rangi. Qora rangi. Ekrani tekis ekran bo'ladi. Oddiy ekran. Hech bo'lmaydi. Oddiy tekis ekran bo'ladi. Kamerasi 200 megapiksel bo'ladi. Ikkita sim kart uzilmaysidan o'tgan bo'ladi. Purple rangi. Bulardan kolleksiyasi bor. Bemalol Optimga doniga xarid qilsanglar bo'ladi. Abu Sahi R66-do'kon. Komplektida 45 watt kalla bo'ladi. Chexoli chiqadi, USB zaryadka bo'ladi.